agar unga ishonmasa, uni himoyachisi qabul qilmasa ota-onasi, albatta undan bekitgan narsalari bo'ladi. O'sha pichoq ham, mana ichki ishlar xodimlari aytishdi, agar o'sha detektori ishlatilganda fojiani oldini olingan bo'ladi. Taklifim hamma qiziqqan. Masalan, bevosita shunaqa urushqoq bolalarimiz bor. Ular qanaqadir aytishimiz mumkin, bevosita qurollarga qiziqishi mumkin yoki qilichbozlikka qiziqishi mumkin. O'zbekcha qilichbozlik jan san'ati hamma yoqda bu to'g'ri, bu sport turi faoliyat yuritmaydi. Men bu loyiha aytmoqchiman, maxsus guruh, ya'ni maxsus qo'shimcha darslar, maxsus qo'shimcha sport turlari bunaqa doimiy tarzda olib borilmaydi. Menimcha shunaqa sport turlarini bolalar uchun qanaqadir maxsus guruh loyihalarini ishlab chiqish kerak. Agar o'sha bolani xulqi ya'ni og'ir, fe'l-atvori og'ir bolalar bilan maxsus guruh tashkil qilib, shu bolalar bilan o'zini qiziqishdan kelib chiqqan holatda ishlansa, menimcha bunaqa jinoyatchiliklar ham, huquqbuzarliklar kelib chiqmaydi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari, bo'limi organlari xodimlari ham o'z faoliyatlarini to jinoyat sodir etilgunga qadar emas, undan oldin ham juda yaxshi faoliyatda olib borishganda ham menimcha bunaqa bo'lmas deb o'ylayman. Toshkent shahrida 136 ta o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasining kollej litseylari bor. 310 ta umumta'lim maktablari bor. 35 ta oliy o'quv yurti bor. Shuncha ta'lim muassasasiga endi 2017-yildan boshlab 140 ta xodim ajratilgan. Joriy yilning 2017-yil 9 oy yakuni bo'yicha 23 ta o'quvchidan pichoq olingan. O'tkir tig'li chizim pichoq. Bitta bolta olindi, bitta yog'ochdan ishlangan beta olindi. 3 ta nima olingan, temirdan ishlangan beta olingan. Bu hammasi o'quvchilar, xuddi sizga o'xshagan o'quvchilar ta'lim muassasasiga olib kelgan vaqt aniqlangan. Bu ichki ishlar organi tomonidan shu vaqtgacha harakat qilinganda shu narsani olinardi deyapsiz. Bu narsa noto'g'ri narsa. Kelajakda xuddi shunaqa narsa yana sodir bo'lmasligi uchun bir yoqadan bosh chiqarib, bunda ota-ona ham kiradi. Mahalla, o'qituvchi, ichki ishlar xodimi, prokuratura, hokimiyat hammasi kiradi bunda. Eskidan naql bor. Bir farzandga 7 mahalla ota-ona. 7 qo'shni emas, 7 mahalla deyapti. Nima uchun farzandimiz mahallada ko'chada yonida yosh voyaga yetmagan bola qo'lida sigaret chekib tursa, hech kim gapirmaydi? Nima uchun kelib ichki ishlar xodimi kelib 187 bilan o'sha jamoat joyida spirt ichimlik ichganligi uchun jarima jazosi tortish kerak? Nima uchun? Qayerda yozib qo'yibdi bu narsa? Mahalla qayerda? Ota-ona qayerda? Qo'shni qayerda? Hamkorlik bo'lish